Assalomu alaykum hurmatli baliq ov ishqibozlari. Xudo xolasa 2026-yil 4-yanvar kuni Bo'ston tumanimizga omadli ovchilar ko'limizda bo'lib o'tgan ovimiz natijalari bo'yicha biz va'da qilgandik. Musobaqa emas, ko'limiz hisobidan sovg'a salomlar, esdalik sovg'alarni taqdim etamiz degandik. Xudo xohlasa bugungi natijalarimiz bilan sizlar bilan o'rtoqlashamiz nasib bo'lsa. Birinchi katta baliq ushlagan. Kim? Baliqlar qo'ylar Chiqoch aka. Ovchilarimiz ko'p, 200 tadan ortiq ovchimiz bor ekan. Ichida katta baliq ushlaganlarni men taroziga qo'yib, saralab oxirida final bosqichi deymiz u. 1 kilo 640 gram. Shahrixondan Botirxon akamiz xudo xolasa. Ikkinchi esdalik sovg'amizga da'vogar akamiz xudo xolasa 1 kilo 640 gram. Ikkovlar aka-uka ekan-a? 1 kilo 640. Bo'pti endi ikkovlar endi bir yoshlar kattalar hurmat qilib ko'ramiz den. Yo, to'xtab turinglar. Ha, oling Botirxon aka. Uchinchisi. Hozir aka maytda boshqa narsa ketyapti. 1 kilo 340 uchinchisiga. Xudo xolasa qadrdonlarim. Ana endi qo'yinchi polvon, kichkintoy. Nechta bu? 2 ta bo'pti. 1 kilo 200, 1 kilo 300 gram ekan. Malades, omadsiz bersin. 1 kilo 160 gram. Qani? Olib kelmaysizmi aka? U hisobga o'tmaydi u. Qadrdonlar mana xudo xolasa esdalik sovg'alarimizni eng kattasiga xudo xolasa Botirxon akamiz Shahrixondan mana. Katta 608 salkam 7 litrlik suv isitgichani tifalimiz. Ikkinchisiga 1 kilo 640 gramga akamizga. Juda ovchilar uchun juda bob, xudo xolasa. Stul istab yurmaydi. Uchinchisiga. Qayerdan keldingiz aka? Namangandan. Qayerdan? Uchqo'rg'on. Uychidan kelgan aka. Ismingiz nima? Sardorbek aka. Siznikichi? Qayerdan? Shahrixondan. Sizchi? Ozoddan. Sizga 1 kunlik kirish biletini beramiz xudo xolasa. Barchaga omad, boshlangan yer mana shunaqa xayrli, barakotli bo'lsin xudo xolasa. Boshlanishi zo'r. Bizda musobaqa emas, chiroyli esdalik sovg'alarimizni berib qolyapmiz. Xursandmizlar akalar, bugungi kunimizdan barakasini bersin. Omad tilab bersin. Dilizxonlarni aytib qo'ylar endi. Hozir akamizga 1 kunlik bu hali tekin nimasini beramiz xudo xolasa. Hammaga omad. Salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar, yaxshi kunda ko'rishaylik.